yili 6-ayning 8 kuni Kaori Sokchi bilan Inobu deniz sahilidagi mayakning oldida uchrashmoqchi bo'ldi. Qerishqandek shu kuni atiganda Chiyo qon qusdi. Chiyo! Xonim! Sen ölsen bu maydı! Bu men! Anlamadım sen! Chiyo! Buyurun. Sanayi, tez berip su kaynat. Hop. Ahval qandaqra? Enak emas. Anlasam, naite chiqqan qutdu. Qo'ydar, biz har holda tayyorlik qo'yaylik. Bir nusulka tep qo'yishga to'g'ri keldi. Nusulka? Shundaq. Omaki, sen chapsan berib echiri baysadin tep kel. Ona chaqirqiliq odam ketdi. So'yi, labbay. Sen hiç bo'lmagandek tursan-ku. Voy, nemish qibaldira xonimning ahvolini bayqamaysan. Seni xonimni kutgandan nim foydasi bo'ldi? Aslida xonim bir opta yotadi, to'satdili yutilib ketdi. Sen to'la o'zingni aqlama. Mana bu sening xonimni yaxshi kutmaganligingning isboti. Nemish qibundaq deysan? Sen ko'ngilga ketmagan. Uning ko'ngli bo'lmaydi. Chiyoning kesili biroz yaxshi qolgan bo'lsa-mu, ammo ahvolini mo'ljalligida bo'lmaydi. Oildagilar yanada tit-tit bo'lib turadi. Shahardagi doktorxonaga yetkash uchun rasmiyat bejiringlar. Shahardagi doktorxonaga? Men sizlarga tanishtirish beray. Kesan yetkizsak, chataq chiqmas. Hozirlik yetkab opam saqlab bo'lmaydi. Amisi oldin xabar berib o'taylik. Shundoq bo'lsin. Men telefon berib o'tay. Kaori shuncha tit bo'lsa-mu, ammo buningga amal yo'q. Kesilning yenidan ayrilishga bo'lmaydi. Soat necha bo'ldi? 10 Bek vaqt o'tib ketibdi. Soat 10 o'tdi. Kaori ichida bu dal Sokchi bilan ko'rishadigan vaqt emasmi deb o'yladi. Nemiz kep oldu mu? Kadın çağırın nemiz vardı. Kim bo'ldi? Şu emasmi? Biz şlavasaq bizni çağırın nemiz. Bo'ldi. Gap qilmanglar. Aranglarda qaysinglar qon tipinglarni bilasizlar, ha? Qon tip deganing bu? Qon tipi degan qandaq narsa? Qonning turini deydi. Ya'ni tuzliqmi, tuzliqmi? Jon yo'q o'xshatma uni. Shundaqmi? Qonning turi bo'ladi. Masalan, A tiplik, B tiplik degandek. Mening esim keldi. Ben B tiplik. Qandaq bilsan? Men kichik vaqtdan bir belakchi bilan urushib qoldim. U menga pichoq tiqib etdi. Men o'lib qolay deganda, u meni doktorxonaga olib qon berib qutqizib oldi. Meni deganlarimdan men davatgan qon berish mushu. Mundaqmi? Yana qaysinglar qon tipinglarni bilasizlar? Sen bilamsan? Sen bilamsan? Bilmayman. Bo'ldi. Endi hammaylar doktorxonaga berib qonni tekshirtdi. Pulni xo'jayin chiqirdi. Tekshirib olgan degan qanday qiladi? O tiplik bo'lsa menga deysizlar.
O tutuq bolsa onun qızıl paçaq ekanligini yoki qo'l ilmak ekanligini bilib aql bo'lamdi. Voy voy. Bu undaq ish emas. Xonimning kesili tuyuqsiz eg'irlashib ketdi. Balkim qon berishga to'g'ri kelar. Xonimning qon tipi O ekan. Shunga O tutqan kerak bo'lib qoldi. Bana to'g'ri kelmagidek, mening qinim O emas. Mening qinimmi kichik. Voy voy, bu cho'ng kichikka emas. ABC'dagi O. Hay, qonni qandoq berdi ekanmiz? Hay, okul yig'nisini biligiga sanjib, qonni sho'rab az kerak. Undaqda qonni qanchalik ilib oladi? Jon kerak emasmikan? Yo'q ekan. Qanchalik oladi? Azroqla oladi. 1 litr yetmaydi. Ketgan kalvani ekansan. Nimada beni ursan? Sen xo'jayin bilan xonimga minnatdorligingni bildirmoqchi emasmi? Yo'q. Okuldimi qo'rqqan bormi? Er kishini qinini ilib, ayol kishiga bersa, hech nima bo'lmas. Hech nima bo'lmaydi. Amaldor bo'lib qolmas. Shundaqmikan? Xonimning ish cho'ngayib 40 ta eshib ketdi. Sen nimada qo'rqatding, ha? Men o'zimni dalda qolay. İşbişi, menmo özümni daldığı alay. Ne deyapsan? İşçiler kepsi yetip qopduğanlarının qinini xanımga bersanlar, bir xavf xatar yetip qalmısı yana, ha? To'g'ri. Agar xanim haraq sharab ichadigan ayollar bilan o'ynagan erlarning qinini bersa, yuqib qolsa, chataq bo'lmaydi. Shundoq bo'ladimi? Sizlarning qo'rq gapinglarni anglaydiganga vaqtim yo'q. Chapsan qininglarni tekshirtinglar. Bu qanaqa o'g'li? Qaysin bormaydi ekansan qani? Bagam yo'q. Sen beriver. Sen nima ishga mangmaysan? Mening qinim betliq. Bekzada, qaytib keldingizmi? Qaytib keldim. Opam qandaroq? Hech yo'q. U hozir uxlab qoldi. Kaori, bir niye bilan? Sal turib ye. Harg'ansiz, ha? Yo'q. Oran tasti sirtqi fursat chiqqanda yo'q bo'ldi. Buningga nima amal? Saat 12'ga az qoldi. Kaori tutib bo'lib ishg'ilib kerak bo'ldi. Sokchi mushu tapda Inubo dengiz sahilida uni kutib turgandi. Kutib turgan holatdimi? Hozir mushundaq ahvolda berish mumkin emasdi. Bir amal tepib, uningga xabar berib qo'yish kerak. Lekin Sokchi bilan uchrashmoqchi bo'lgan ishni qandoqmi boshqalarga degan bo'ladi. Hatto Ichiromo bunga amal qilolmaydi. Qaysinglar bu? Men bor. Uqvatamsan. Risiko. Ichiro. Sizlarmi kapsizlar? Yaxshi. Appa. Siz eng yaxshi gap qilmang. Risiko. Sen ishnaga bormayman. Bormayman. Sizning qishingizda turaman. Bek, yaxshi bo'ldi. Echiro. Doktorni chaqirib kir. Doktor apam uyg'ondi degan. Tez bo'l. Ma'qul. Doktor. Xonim uyg'ondimi? Uyg'ondi. Dadam bilan paranglashib Bamsime chiqay. Tamog'ingizni yemaydigan bo'ldingiz. Kerak yo'q. Qaytib keldingizmi?
Nima? Onu bilan ko'rishamidingizmi? Undaq emas. Men bormadim. Nima ishqa? Endi mangay deb turishimga xonim aylanib qoldi. Mundaqda. So'kichini bu ishni xabari yo'q-kanda. Bu ish qamlashmabdi. Bo'ldi, siz kirib opangizga qarang. Acha, siz darhol in bo'g'ib bering. Bu yerga ishqa biz yetishimiz kerak yo'q. U ketib qolgandi. Siz bormisiz, qanday bilasiz? Arada men yolg'onchi bo'lib qolmamdim. Mushundaq chaqda bu yerdan ketadigan bo'lsam, ömür bo'yi gapdan qutulolmayman. Nima desdimamdi? Uchrashadigan kunlar yana keladi. Lekin dengizga chiqib ketgan kunlar oz qoldi. Uni bilan ko'rishgingiz bor bo'lsa, Yushi Takining uyiga borsangiz bo'lmadimi? Bo'ldi, gap qilma. Bunda qiladiganligingizni o'ylamabdi ekanman. Kaori endi Sokichining oldiga qaysi yuzimni ko'tarib boraman. U jazman xafa bo'ldi. U endi men bilan hargiz ko'rishmas. Bu balkim taqdir bo'lsa kerak deb o'yladi. Chiyonning kesili vaqtincha yaxshilab qoldi. Doktor Chiyonni ikkinchi kuni doktorxonaga yetkazib ketishni tablab qo'yib ketib qoldi. Kyobi hem Risiko'nun hamroh bo'lishi bilan shaharlik doktorxonaga yetgandim. Dada, men mobilni baray. Sen borma, maktabga berib darsingni obda o'qi. Xama. Labbay. Uyni ishlari san qoldi. To'mbigim. U bota bilan omik islam ko'proq ko'ngil bilib turinglar. Xo'p. Mayli. Kaori vaqtni ching tutib Sokichiga bir parcha xat yozdi. U Sokichiga xonimning qattiq og'riq qilishi bilan dengiz bo'yiga borolmaganligini, noit tasdiqlagan ko'rishish fursatining yo'q bo'lganligini, o'zining intayin mayslanganligini aytdi. U xatni yozayotganida Sokichini seg'inish hissiyoti uning butun vujudini qoplab oldi. Görüşmegil uzun botlu bağımsan. Qaraş şu peti turuptu men mi?
6 ayning 30'i to'y qiladigan bo'ldim. Shundaqmi? Seni to'y ma'rakimga taklif qilolmaydigan bo'ldim. Kechirgin. To'yga keladigan mehmonlar, urug' tuqqanlar bilan katta arbatlarga hammaga kerak bo'ldi. Ketmagin. Muborak bo'lsin. Bu muborakligidek ish bulamdi yo'q bilmayman. Gumanda turibman. Nimishqa? Muhabbat bağlamay turibli to'y qiladigan bo'ldim. Shunga afsuslanyapman. Yana shu gapni qilyapsan. Chaqchaq qildim. Doktorining xonim bo'lgan bo'ldim. Yigit yomon emasdi. O'ylaganimdan tezikkan. Rasmga qarasa hech nimani bilgil bo'lmay ko'ngli chiqib qopti-da. Konalar Harvatog'ning oldiga kelsa hamma yo'l chiqdi debdi ekan. Hamma shundoq bo'lgan ishkan, cho'nglatib to'yni qilib qo'ydigan ishni qaraganda tashlab bo'lmagadek. Albatta-da. Kaori, qanday qilyapsan? To'y qilgan ishingdan xabar bormi? Yo'q. Attinga qarasam bir narsani yo'shirib qilasan. Chaq qilmagin. Kaori, u yoqqanda qaraq. Men Yushitakini davatman. Qandaq bo'ldi? Yushitakida hech qanday o'zgarish yo'q. Ko'rishmidinglarmi? Ko'rishmidik. Taras, sana faqat kunduzi kutish, ketish bilan hamma ish oyoqlashamdi. Dün seni kecha kunduz ko'rinmaydi senin qarang. Qarayman kechalari oyga men oqdi ko'z yoshim taramlab. Qarayman kechalari oyga men oqdi ko'z yoshim taramlab. Bundaq keselni beqishda savatchan bo'lish kerak. Keselni saqaytishda 3 xil omil bor. Birinchisi sap havo, ikkinchisi mo'l o'zul, uchinchisi yetarli uyqu. Sanatoriyaga operishning zaruriyati bormi yo'q? Sinjoda o'pka tuberkuloz kasalini davolaydigan sanatoriya qurildi. Biroq undaq yiroq yerga operishning zaruriyati yo'q. Cho'shini tabiiy sanatoriya desakmi bo'ladi. Qishda illiq, yozda salqin. Ko'proq ko'l bilasiz. Vaqtincha mutlaq tez dam olish kerak. Tushundingizmi? Doktor. Doktor, sizningcha uning keslik qandoq bo'lar? To'shak, ya'ni yo'g'nab ketibdi. Doğru bilen sakat qilib bo'lmamdi. Kesili muqimlashgandan keyin yengni bilan qovurg'a orlig'iga havo kirgizsak bo'ladi. Bu mo to'shakni kichiktiradigan bir xil operatsiya. Doktor nim dedi? Onunla o taraf bir öge yetkep koysanız dedim. Bu öymü boladı iken. Gün oftan düşürdü iken. Manzirsi mi çıraylık iken. Doğru. Resiko, radyoya kirgin. Anlısı bulamda. Sen durup sonra bakaylı. Siz bir yer turayvermem. Nemişka? Sizning qildigan muhim ishlarınız bor emasmi? Başqurdiganlar yetib oshidi ansirmam. Shundaqdimi bering. Dadamning o'rinda men qaray. Apaning qishida o'zim turay. Bir 2 kun bo'lsa qaray. Resikoning telefoni orqali Chiyoning kesilining yaxshi qolganligidan xabar tepib, uyda qolganlarning ko'ngli joyiga tushdi. Kaori. Ha? Eshik oldida bir kishi turadi. Sizni izlab kelibdi. Qaysi meni izlab kelib qolgandi? Ishni buzib, u kelgan bo'lmasa
ekan. Siz Furukawa Kaori bo'lamsiz. Pul qopchig'ingizni yutirib qo'yganmidingiz? Qarang. Kechirsiz. Nerede yutirib qo'ygan demang? Sizningcha nerede yutirib qo'ygansiz? Togawaga borganda yutirib qo'ygan o'xshayman. Undaq emas. Xat sandiqdan chiqdi. Xat sandig'i? Xat bilan qo'shib, xat sandiqiga tashlaytibsiz. Film yaxshi ismingizni yozib qo'yib ekansiz. Lepap qarabla nayt asali adresingizni bilib oldim. Sizni avar qilibdiman. Qarab yaqin kam bo'lib qolmasin. Xo'p. Kam emaskan. Bundan keyin bundaq bexirslik qilmang, ha? Sizga rahmatning changini aytsam bo'ladi. Kechikib kelib qoldim. Dahshat ish bo'ldi. Sizni yo'qlab kelsam bo'larmi, bo'lmasmi deb dilg'ul bo'lib qoldim. Oxiri o'ltiramay qoldim. Shunga rahmat sizga. Su'i bu oiladagi xizmatning hujjatini chiqarmagan yeri bormi, begim? Nada bundaq ish bo'lsin. Siz yana meni malaylar qatorida ko'ring. Mushundaq ahvolda men bir ish qilmasam, itmushga o'xshab qolmamdiman. Nima ish bo'lsa menga topshiring. Men bir necha kunning oldida xonimning holidan xabar evatdim. Kichikgina bir ishni deb xoma bilan urushib qoldim. Bundaq tayini yo'q ishni endi hargiz qilmayman. Xonimga qarashni menga topshirsangiz bo'lamdi. Yatlaq qaramasin bo'ladi. Bu yerda men bor. Fisiko, ruhi yotadam emas. Yotolmay nima? Chunki u Kaorining opasi. Bo'ldi, bu ishni sizlar talashib o'tirmanglar. Undaqda siz. Ruhi, undaqda sizni avar qilgan bo'ldi. Opa. Hamma uyning o'tisidan chiqmas bo'lmaydi. Su'ining ko'ngli bir yerda emas. Faqat Ruhidan xotirjam bo'laman. U hamma ishni atrofli qiladi. Meni xijil qilyaptingiz. Men obdan ishlayman. Opa, men bor emasman. Yoshlar kasal baqadigan ishlarni qilaman. Nemishqa? Bu doktorxonada yuqumliq o'pka tuberkuloz kasallari bor. Yoshlarga nayt asalli yuqib qoladi. Yo'qsa yuqmamdi. Yo'qlan gapni qilma. Doim kelib meni yo'qlab tursang, men shundan xo'sh. Eligarligini. Dunyoda nada bu bundaq ish bo'lsin? Cho'ng xotin ag'rib qolsa, to'qal kelib qaraydigan. Nim bo'pti? Bundaq ish degan to'la. Bu dal erlar iz ayollar har deganing misol bo'ldi. Bo'ldi, Risiko. Yo'q, uyqusini ochmagan ayolning mas'uliyati bor. Apa? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ders anglab yetibmi? Ansirab o'ltirdim. Sizlarga nima bo'ldi? Sana nima bo'ldi? Abi ish nimaga? Harbiy mashq darsi o'tganda amaldor bo'lgan yog'och pichoq bilan urdi. Kasse, nima degan ching, ha? Tek bo'ying yo'qmi? Ha? Ben qilmadim jimo. Men qilmadim. Nim bo'ldi? Chiqdi, o'lay dedim. Nim bo'ldi? Sanai. Nim bo'ldi? Ay, ularning chiq tomoq yemaydi. Kim bildi deysan? Tomog'ingni yevagan. Boshlig'inglarni ketdi. Boshliq,
Näketi dağıtman. Sırtqı chiqib ketgan o'xshaydi. Men sendan so'rayapman. Malaylarni bo'zaq qilgan kim? Bo'zaq qipti. Kim bo'zaq qipti? Ha? Sanayi, bu yoqqa kel. Seni bo'zaq qilgan kim? Dumbisini bu yoqqa o'ltirgan oshik odam shu. Hey, sizlar ishqimni nima qildinglar? Ishqimidoq. Ishqimidoq. Nima bo'ldi? Sizlar ishqanlar bu yoqqa qaranglar. Nima qilsa? Cho'shida qizlarni xohlagancha bo'zaq qilishga yo'l qo'yilmaydi. Yo'q, gaplar qilma. Biz unaga chaqchaq qilib qo'ydik. Shundoq chaqchaq qildik, chaqchaq. Bundaq ishlarni kim qilishga petindi? Ish o'rnida mushundaq satqiliqlarni qilishga zodi bo'lmaydi. Sizdek oshirib aytdingiz, xonacha. Xonacha? Sizni silab qo'ydigan odam yo'q. Ishchingiz bek pishqan o'xshamamdi. Yana bir daqiqa. Uni qo'shib qo'yga o'xshaydi tezda. Bunda qilmam. Uning xizmatini men qilib qo'yay, Tez bo'l, qara. Tez. Qinedam, naringizni silab qo'yman. Bu yerni silamdim yoki bu yerni silamdim. Tarbiya ko'rmagan. Sizlarga qanday tarbiya bergan bo'g'itdi? Biroq yo'shidin kelganlarni bo'zaq qilman deydigan bo'lsanglar, sizlarga yaxshi kun yo'q. Qutonlarmi? O qalsiyama xotingan juma. To'g'ri. Qara. Bu ishni chatoq chiqarma. Chatoq chiqmaydi. Chatoq chiqib qolmasa. Begim shu yerda qunamdi. Qaytib keladi. Undaqda xonim o'zi yolg'iz qolmamdi. Ro'yi shu yerda qo'nadigan bo'ldi. Ha? Apam uni yaxshi ayol deb pek ishini ekan. Kaori azrab qoldi. Uning ko'z oldiga dadasi, opsi va xonim Useylanning doktorxonadagi ko'rinishi kelib, g'am qayg'u uni chirmab oldi. Acha? Men Kaori acham chaqirdim. Siz sal turib meni xonamga kiring. Sizga degan gap bor. Kaori Ichironing yotoq uyiga kirdi. Suhbatning mazmuni albatta Yoshitaki to'g'riliq bo'ladi. Mana men kirdim. Ichiro, o nim dedi? Nim dedi? So kecha qorong'i tushganda ondan uyga qaytib ketibdi. Balkim sizni inboda bir kun saqlanib bo'lishi mumkin. O shundoq dedimi? Men uqmayman. Soda qandoq bo'pti? So kecha uyga kelibla tamog'ini yeb qo'yib yetib qopti. O hech nima demabdi. Yoshitaki bugun men bilan ko'rishganda keldilar, aksining bir kun sizni saqlaganligini ondan uqdim. O maslarni ko'rishdi deb o'ylabdi ekan. Acha, mayli nima sabab bo'lsin, yanala siz berib, apo so'rab qo'ying. Tugavaga bir bering. Bo'lmaydi, xonim doktorxonada yotsa, men chiqib kelsam aplashmaydi. Undaqda telefon berib qo'ying. Yoshitakining uyida telefon bor. Onundan apo so'rab bir parcha xat yozib selivatdim. So kecha xat yozdingiz? Xat sandig'iga selivatdingiz? Ha, meningcha at qo'liga tegdi. O javob xat yozami? Shundoq bo'ladigan bo'lsa, bu vaqtning o'rnini qanday qilib to'ldirmoqli bo'lsin? Ichiro Begzada, sizdan o'tindigan bir ish bor edi. O bir neydi ishiltirgan kashindansiz? O bir neydi ishiltirgan? Diqqat qilmabdiman. Bunday ekan qaroraq kiyay. Bu ish bilan aloqasi yo'q. Siz Kaorini ochi deb chaqirdi ekansiz. Sizningcha bu muvofiq bo'ladimi? Nemishqa?
İkinglar haqiqatan bir otaning bolalari. Ochifka deysanglarmi bo'ladi. Faqat Kaurining familiyasi boshqa. Xanim bilan Eichiro Bagzodning familiyasi bandi. Kaurining familiyasi Furukawa. Emas uni nim deb chaqirsam bo'ladi. Qoida bo'yicha Kauri deb chaqiring. Acha seni qandaq? Nima deb chaqirsang bo'laveradi. Menimcha xanim bilan Kaurini oti deb chaqirsangiz farqi bo'lmay qoldi. Bo'ldi, endi so'zlama. Menga nisbatan arshkilis acha. Sen bunga qo'tilib ketmasang bo'ladi. Kauri, sizga boshqacha tuyulmadimi? Ha? Eichiro Bagzoda sizni oti deb chaqirgan chaqda sizga beyab tuyulmadimi? Beyab tuyulgandek nimasi bor? Mening qanday chaqirg'im kelsa shunda chaqiraverman. Qaring bo'lmasin. Qarim bo'lmaydigan bo'lsa Kauri xanimni oti deb chaqirish. Buni nima bo'ladi? Meningcha bu adab qoidadan chiqqanlik bo'ladi. Men uni Resiko deb chaqir dedim. Meningcha bu bek hurmatsizlik bo'ladi. Xama, bekadin oshir yutadi ekansan. Shundaqmi? Ish chashqan tutaman degandek ortiq ishlarga chepilyapman. Ortiq ishga chepilyapman. Begim Kaurini tarbiyalashni men topshirganligidan shundaq qilyapman. Agar ortiq ishga chepilib oldim desangiz, menga o'l qilgan bo'lsizlar. Kiyo'ga qaraydigan ish asos chetdan Ro'yiga topshirildi. Resiko bilan So'yi olmishib arlab qaraydigan bo'ldi. Azroq chilagan qaror yapaqamsiz, rahmat. O'zim chiladim. Sizning yoqtiradigan, yoqtirmaydiganligingizni bilmadim. Siz hamisha atrofli o'ylaydi ekansiz. Nimalar deydigansiz? Hiç yoktu. Hiç iş yok. Ansirman. Doktor hazırlı tekşürüp olup çıkıp gitti. Ne mi dedi? Hiç nima demedi. Doktor ayıl tababetlerden başka her kandak adam kesel yoklap kelmesin dedi. Seni çarçap kalmışsın digine. Bo'lmasa ish kaldık yoklap kelganlarni qabul qilmaymiz deb xat chaplab qo'yaylik. Kandak kızıkmıken? Uyda oturup kino ko'rdim. Faqat o'ylamoqchiman. Şuna aile kinosu deb atalgan. Bu Fransiyada ishlangan kichik kino filmi. Aslida import qilingan ekanda, jamiyat uzluksiz taraqqiy qilyotdi. Lekin ayollar yanada ko'ngilli turyotdi, uyga solinib turyotdi, to'g'rimi? Shundaq. Men qo'shilaman. Darizni ichib deyilmi? Resiko xanim, sizga bir parcha xat kelibdi. Rahmat. Kawahara Hatani. Bu kimdi? O'tgan qatim Omota apandi bilan birga kelgan kishi shu. Hikoya roman yozdigan. Yiliq tejimaliga tushumi? Men chiqib ketay. To'xtang. Nayt qisqarlik qilib yezibdi. Ko'rib beqing, odamni behush qiladigan muhabbat hid ekan. Undaqda ko'mayli qo'yay. Nimishqa? Chunki bu sizga yozilgan xat. Bu qanchalik bir ishdi. U yozgan maqol asarlar bo'lsa, kimni ko'si bo'laveradi. Mana buni adabiyot deymiz, ko'ring. Kaorining faqat ko'gisi yo'q edi. Boshqalar chin ko'nglidan yozgan muhabbat xatini asali 3-shaxsga ko'rsatish xalqning ishonchisini yada qo'yganlik bo'ladi. Doktor taplab qo'yib chiqib ketdi. Hozir kasal yo'qlash bo'lmaydi. Shundaqmi? Undaq bo'lsa mayli. Xonimga aytib qo'ysangiz, Kawahara Hatani sizni yo'qlab keldi deb qo'ysangiz bo'ldi. Bo'ldi. Sizdan yana bir ishni so'ramoqchidim. Qasrdagi Resiko xonim bugun bu yerga keldimi? U kelmadi. Xo'sh amsa. Kim ketdi? Chushi adabiyot san'at jamiyatidagi Kawahara Hatani otliq bir kishi. Kawahara Hatani yoshli bir yigitgan. Bu tuxumni to'g'ri hozir tuqqan tuxumdaydi. Biz bilan nima aloqasi bor? Bu nima?
Xenimga ko'ngli qılamdı qandaq. Risikoga? Bu yigit balkim doktorxonaga kelsam xenim bilan ko'rishman deb o'ylagan bo'lsa, bu qamlashmabdi. Risiko xohlagancha sirti yursa bo'lmaydi. Agar u bir qamlashmagan ishni qilib qo'ydigan bo'lsa, begim uning bilan munosabatini o'zib yetadi. Siz uning risiko bilan ko'rishiga yo'l qo'ymang. Xo'p. iqtisod mushunda xarob bo'lib ketaveradigan bo'lsa, buningga chidab turish mumkin emas. Yana bir zavodni qurmay turaylik. Men shunday o'ylayaptim. Bu bir parchani mushunda tashlab qo'yishmi? Hal qilishning tub chorasi emas. Amisa sening qanday choran bor? Zapas ishlatgan qilib sklad satsak, uningda dadur bilan bug'doy saqlasak bo'ladi. Mashunda qilsak, material ekish to'g'ri keladi. Boshqalarga ijobat bersak bo'ladi. O ayal maktabga kelmasmikin. O Riogani bo'sh tutib bermaydi. Onimizsa sotqa arsunayli. Chiqib o'tirib qo'ymaymiz. Bunda qildigan bo'lsak, Tereko menga mansub ayal bo'lib kelib, ammo odam bu ishdan xabar tep bo'ladi. U ayolga taqobil turishda bundaq chorni qo'llansak bo'lmaydi. U cho'qim jidal teriydi. Men mangashtiray. Kauri. Oshxonaga kirib tomoq ib chiqqan. Dedeklarni uyaga chiqqansam bir to'p askilarning qutqilichim turmaydi ekan. Kauri, siz kirsingiz. Ular ishnim qilamaydi. Uqdim. Siz chiqing. Kirdim. Qo'l tekkizmayman. O'tinib qolay. Bir ishni xenimga yetkazib qo'ysangiz. Men askar bo'lmoqchi. Xuddi xenim degandek. Yaxshi askar bo'lmoqchiman. O'tinib qolay. Bulam diken. Çırayını ayeti ciddi görünüyordu. Xenimga çokum yetkazib qo'ying dedi. Deti yok. O meni chaqirib qandaq qilganda töküp yaratqıla bo'ladi deb so'radi. Salayet o'xshash bo'lmagan kishilar to'y qiladigan zaman kelami deb so'radi. Men keladi. Balkim pat arada yetib kelmasligi mumkin dedim. Uning chiroyi nihoyat parishon ko'rinib ketdi. Shunga boshqalarni besib tushish uchun askar bo'lish kerak dedim. O rastalla askar bo'lmoqchi bo'libdi. O bak astoydil. Uning attiga qarab qo'rqib ketdim. O bak bechora ekan. Mening demoqchi bo'lganim o shu mijoz bilan odam o'ltaygidek. Odam o'ltaygidek? Siz o'ylab beqing. Mezixashini urib yerimjon qilib qo'g'lab chiqargan odam dal mush soltak shu. Askar degan odam o'ltirdi. Uningga bu ish tozamas keladi. Og'ama. Sen neymiş kılatsın? Men kitap okuyatıman. Resimli kitap mı? Yo'q emas. Akilemen görüp bakay. Geometriya dersliği. Sen otur mektep dersliğini görüp neyim kılsa? Bunun diye canlı işleşten prensip yazılmagan tursa. Ben bilim egellayatıman. Boldu.
kerak kelmaydigan narsani ko'rsang ishqa ta'sir yetkazsa. ishqa hargiz ta'sir etkazmayman. Hamsa to'k qicho. Hozir hamma ishda iqtisod qilishni tashabbus qilyotdi. Isrof qilishga bo'lmaydi. Kirib uxla. Kaori Risikoning vujudida alvastalacha sehriy kuch borligini his qildi. Risikoning o'ziga o'xshamaydiganligini, u hadisali yigitlarni o'ziga ram qilib oladiganligini, mayli adabiyotchi Kavaxara bo'lsin yoki O'xama bo'lsin, hammasi uning qafisiga tushgan bechora qushlar ekan. Risiko qalbini zodi kimga berishligan? U mezi xoshini unutib ketganmidi? Risikoga selib tursa, o'zining muhabbat ishi nima degan sodda ham ishonsiz, ha? Amdiki birdan bir umid, oshu bir poch xatti qoldi. So'kishini qo'liga omon esan tekkiydi. Bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, ostidagi "Saykan" degan xatni besib qo'ying.